Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yangi obzordagi ko'kka oq qilingan MDF krashni materiallarida qilingan chiroyli ishimiz go'zal tarzda bitgan, xudo xolasa. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, 380 ga 270 joylarga chiroyli tarzda o'rnaydi. Xo'p, bu kuxunli naborimizda har doimgidek maqtalanadigan orqalari granit kafellarda bo'lgan, doskalarni iskusinniy quyma tosh, qalin sifatli chiroyli tarzda, moykalari besplatniy holatda, semistitillari, sushulkalari, xo'p, yonida kargolari bor, bir emas, ikkita. Xudo xolasa, qo'shib haddomlarigacha joylab ketganmiz. E'tibor berasizlar, davchilik, tortmalari ham gaz pilta, vichichkalarda chiroyli tarzda ziflash firmasini yaxshi videolarni qo'yib qo'yganmiz. Ichlari ham chuqur tarzda bo'lgan, polniy etash polka. Ko'rasizlar, baho beringlar, xudo xolasa. Taylariga ham e'tibor beringlar, chiroyli polkalar qo'yib chiqqanmiz. Bu yerlari tortmalarigacha davchilik. Xo'p, ochiq joylari ham polka. Xudo xolasa, bu ishimizga qiziqqanlarga hop 1 metri paganometr hisoblanadi. Tepa pastiga 4.500.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavkalarimiz besplatniy holatda yasab beramiz, chiroyli tarzda. Qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz. Xo'p, bu ishlarimizda doskalariga e'tibor bersanglar, iskusinniy quyma tosh qilingan yaxshisidan